Dadajon, men topdim. Shunisini olaylik. Nima deganing bu o'g'lim? Mana olyapmiz-ku. Menga katta. O'g'lim, nima qilibdi katta bo'lsa? Kelgusi yillar mana shuni kiyasan. Nima? Keyingi yil kiyim olib bermaysizmi? Dada, buni razmeri menga katta bo'ldi. Nima deganing bu? Kelasi yil ham kiyasan. Har doim shunaqa deysiz. Ko'p gapirma. Rahmat sizga. Yurchi. Nima uchun bunday deganingizni endi tushunyapman, dada. Balki ikkalasini ham olasiz. Yo'q, bittasini olamiz. Lekin o'g'lingizga ko'proq engdagisi yoqdi shekilli. Hozir pulimiz bittasiga yetadi. Hozirda bu kiyimlarimizda 50% chegirma. Bittasini puliga ikkitasini olsangiz bo'ladi. Shuning uchun bemalol ikkalasini ham olavering. O'zingiz aytganingizdek, kelasi yil almashtirib kiyaveradi. Unaqada ikkalasini ham olamiz. Ura!